DTP tashxisi bilan 9 oylik Nuriya qizimiz bizga keldilar. Ularning asosiy shikoyatlari tashqi muhitga reaksiyasi kamligi, oyoq harakatida tonus balandligi va uni kam harakatligi. 10 kun davomida neyro reabilitatsiya qildik va 10 kundan keyingi holat oilalardan so'raymiz. Bolamiz uxlayapti. Bundan 10 kun oldin biz muolajani boshladik, oldik. Mana hozir oldin 10 kun oldin kelganimizda oyoqlarda harakatda juda sust edi. O'ynamasdi. Hozir chalqanchasiga yotqizib qo'ysam, oyoqlarini bukib, o'ynatib harakat qilyapti. Keyin men bu mushtlarini, qo'l kaftlarini ochmas edi. Tonusi baland edi. Hozir Xudoga shukr yaxshi, qo'llarini ochib, keyin menga ham reaksiyalari yaxshi o'zgargan. Akalari, opalari bilan gaplashishi, men bilan suhbatlashishi ham ancha ko'paygan. Qo'l harakatlari, yuz harakatlari, mimikalarida ham o'zgarishlar juda katta. Qo'llarini og'ziga olib borishi, narsalarga qarab harakatlanishi ham juda katta, yaxshi, o'zgarishlari zo'r. Biz 10 kun davomida mana shu natijaga erishish uchun dori-darmon ishlatmadik. Yo'q, hech qanaqa dorilar olmadik. Terapiya yordamida davoladik, igla refleksiya terapiya qildik, nuqtali massaj qildik, miya stimulyatsiya qildik va shular yordamida mana bunaqa natijaga erishdik. Agar sizni bolangizda ham DTP tashxisi qo'yilgan bo'lsa, ZPRR qo'yilgan bo'lsa, SDVG tashxisi qo'yilgan bo'lsa, unda siz ham Eldor nevrodok klinikasiga ushbu shikoyatlar bilan murojaat qilishingiz mumkin. Faqat mana bu raqamlarga oldindan yozilib kelasizlar.